Bugun 50 kala Sarabiyga yana bir oshxona mebelimizni ustunib olib ketib berdik. Xudo xolasa ko'rsangiz bo'ladi. Mokriy glyansviy и serый svetlarda ishlab berganmiz kuxnyamizni. Telani podsvetchalarni qo'yib berganmiz. Bu yerda mikrovolnovkalarni, pastda duxovkalarni jalab qo'yadilar. Gaz plita, dimoxod. Холодильниклari. Stollari rossiyskiy matviy stollardan bo'lgan. Bu yerda moykalar qo'yib berganmiz. Keyin burada organizerlar qo'yib berganmiz adamlar. Moykaning ustuna sushilkalar qo'yib berganmiz. Ishlari davotchikli. Tortmalari qanday mexanizm bo'lgan?